Amerikada yangi sektor rivojlanib boryapti o'rtoqlar. Bu jonli hodisalarga qimor o'ynash. Ya'ni judayam absurd narsa. Deylik, siz oddiy narsalarga qimor o'ynay olasiz. Misol uchun deylik, saylovda shu nomzod yutadi deb qimor o'ynay olasiz. Yoki bo'lmasam eng oddiy misol ertaga quyosh chiqadi yoki yomg'ir yog'adi deb qimor o'ynay olasiz. Shunaqangi darajada absurdlashib boryapti. Eng qizig'i bu sektor borgan sari rivojlanib boryapti. Avvaliga Polymarket startapi chiqqanda $10 milliard qiymat bilan, hozirda bo'lsa yangi startap qo'shildi bularni orasiga. Kalshi startapi 11 milliard qiymat bilan $1 milliard investitsiya oldi va Decacornlarni orasiga qo'shildi. Decacorn nima degani? $10 milliard qiymatdan yuqori startaplar Decacorn deyiladi. Va bu startapda asoschilari kelib chiqishi lyubnanlik bo'lgan Tariq Mansur va braziliyalik bo'lgan Luana Lopes Lara. Ikkalasi ham MITdan chiqishgan va eng qizig'i Kalshi so'zi ancha Tariq Mansur o'ylab topgan. Bu arab tilida hamma narsa degani. Ya'ni bunaqa arabcha so'z Amerikada bitta qimor saytiga nomi berilyapti. Va men taxminim bu narsa Amerikada chiqqan bo'lsa, dunyoning boshqa joylariga ham tarqaladi. Men tavsiyam, ya'ni uzoq turish, ya'ni har qanaqa bo'lsa ham bu baribir qimor hisoblanadi.